Mana shu yerda bir 3 kilo atrofidagi gilamcha turibdi. Hozir mana shu qarmoqni buni ko'tarib ko'ramiz. Ko'rib turing oxirigacha sinib ketarmikan yoki yo'q. To'g'risini aytsam, men o'zim ham sinib ketadi deb o'yladim, chunki qarmoqning uchi juda ham ingichka, nozik ishlangan, lekin shunga qaramasdan ancha baquvvat qarmoq ekan. Bu qarmoq to'g'risida to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, video davomida qisqacha ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Uch 360, 390 lik razmerlari sotuvda bor. Tosh otish testi 150 dan 300 grammgacha. Kalsolari boylangan, uncha-munchaga qaylib yoki chiqib ketmaydigan qilib ishlangan. Qarmoqning uchi nozik ko'ringani bilan ancha baquvvat qilib ishlangan. Sazan, kar balig'iga ideal variant. Bu naborga o'rtacha yaxshi katushka qo'yilgan, metal shpuliyali, pachvinili bo'ladi. Mana bu yerda kleskasi bo'lsa 150 metr atrofida leska o'ralgan bo'ladi. Xullas, hamma mana shu nabori baliq tushizga tayyor qarmoqni 355 ming so'mga olib ketsangiz bo'ladi.